Nega ko'pchilik niyat qiladi, lekin maqsadga erishmaydi? Harakat qilamiz, lekin hayotimiz o'zgarmaydi. Aslida muammo kuchda emas, muammo maqsadni noto'g'ri qo'yilganida. Bugun sizlarga NLPdagi eng kuchli modelni aytaman. Bu modelni agar yaxshi tushunadigan bo'lsak, bizlar maqsadga erishish yo'limiz ancha osonlashadi. Bu modelning nomi ijobiy shakllantirilgan natija modeli. Kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Model nima uchun kerak? NLPda oltin qoida bor. Inson miyasi aniq buyruqlarni yaxshi bajaradi, mafhum buyruqlarni esa e'tiborsiz qoldiradi. Misol, pulim ko'paysin, stress bo'lmasin, yomon odatlarni tashlamoqchiman. Bularning hammasi niyat. NLP o'sha niyatlarimizni maqsadga aylantirishda yordam beradi. Keling endi model bilan tanishib chiqamiz. Modelimizning birinchi bosqichi, ya'ni natija ijobiy shakllantirilgan bo'lishi shart. Biz maqsad qo'yayotganda aynan nimaga qarab intilayotganimizni aniq aytishimiz kerak bo'ladi. Misol keltiraman. Men asabiy bo'lishni xohlamayman. Biz agar shunaqa maqsad qo'yadigan bo'lsa, bu ijobiy shakllantirilgan natijaga kirmaydi. Chunki biz nimaga intilayotganimizni aytmayapmiz. Bunda bizning psixikamizga qiyinchilik tug'diradi. Ya'ni qayoqqa qarab harakat qilishni bilmaydi miya. Yoki ikkinchi misolimiz. Men semirishni xohlamayman. Ya'ni boyagi gap. Bu yerda ham bizning psixikamiz tushunmayapti. Aniq yo'nalish yo'q. Qayoqqa qarab harakat qilishni bilmaydi. Uchinchi misolimiz, yutqazishni xohlamayman. Bu ham ijobiy shakllantirilgan natijaga kirmaydi. Chunki biz nimaga aniq intilayotganimizni aytmayapmiz. Ya'ni yana psixikamiz tushunmayapti. Qayoqqa qarab yurishini. Ana endi ijobiy shakllantirilgan natija qanaqa bo'lishi kerak? Misol keltiramiz. Men xotirjam bo'lishni xohlayman. Mana bu ijobiy shakllantirilgan natija. Ya'ni biz aytyapmiz, A'dan B'ga qarab harakat qilgin. Yoki ikkinchi misolimiz, ozg'in bo'lishni xohlayman. Bunda ham aniq nimaga qarab intilish bizda bor. A'dan B'ga. Yoki uchinchi misolimiz, musobaqada yutishni xohlayman. Bunda ham aynan biz nimaga intilayotganimizni aytyapmiz. Mana bu ijobiy shakllantirilgan natija. Inson psixikasi xohlamayman, yo'q degan so'zlarni tushunmaydi. U faqat nima bo'lishini tushunadi. Sizlar ham o'ylab ko'ringlar, maqsadingiz ichida xohlamayman, yo'q degan so'zlar bormi? Ana endi ikkinchi bosqichga e'tiborimizni qaratamiz. Natijani qo'lga kiritishga kim mas'ul? Ya'ni bu natijani qo'lga kiritishga kim mas'ul? Mas'ullar ro'yxatida faqat biz o'zimiz qolishimiz kerak bo'ladi. Agar boshqa inson bo'ladigan bo'lsa, biz bu maqsadga erisha olmaymiz. Chunki NLPda shunaqa qoida bor. Inson boshqalarni emas, faqat o'zini o'zgartira oladi. Davom etamiz. Uchinchi bosqich sensor dalil. Ya'ni maqsadga erishganimizda biz nimalarni ko'ramiz, nimalarni eshitamiz va nimalarni his qilamiz. Bu bosqichda aynan shu 3 ta savolga biz javob topishimiz kerak bo'ladi. Agar maqsadga erishganimizni ko'rib, eshitib, his qilib bo'lmasa, inson miyasi buni real deb qabul qilmaydi. Inson miyasi qaysi tomonga yurishni bilmaydi. Ya'ni harakatlar tizimsiz bo'lib ketadi. Modelimizning 4-bosqichi vizualizatsiya va dissotsiatsiya. Bu bosqichda biz maqsadga erishganimizni aniq ko'rib bilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni tasavvur qiling, siz maqsadingizga erishdingiz. Maqsadga erishgandan keyin sizning hayotingizda qanaqa o'zgarishlar bo'lyapti? Siz maqsadga erishgandan keyin o'zingizga yoqyapsizmi chetdan kuzatganda? Vizualizatsiya, dissotsiatsiya nima beradi? Insonga kuchli intilish beradi. Miyaga bu real narsa ekan, bunga intilish kerak degan signalni biz beramiz bu bosqichda. Endi modelimizning 5-bosqichiga e'tiborimizni qaratamiz. Kontekst. Kontekst nima degani? Maqsadga qachon, bu yerda aniq sanasi bo'lishi kerak. O'sha maqsadingizga siz qachon, nechinchi yil erishmoqchisiz? Yoki ikkinchi savol, siz maqsadga qayerda erishmoqchisiz? Misol uchun Toshkent shahridami yoki boshqa joydami? Aniq konkret yozishimiz kerak bo'ladi. Yoki uchinchi savol, kimlar bilan maqsadga erishmoqchisiz? 3 ta savolga biz aniq javob yozishimiz kerak bo'ladi. Chunki
Kontekstsiz maqsad bu yo'nalishsiz mashina. 6-bosqich bu ekologiya. Maqsadga erishsam menga zarar qilmaydimi? Oilamga, sog'lig'imga, qadriyatlarimga mosmi? Aynan shu savolga javob topishimiz kerak bo'ladi. NLPda bitta qoida bor. Agar natija bitta joyni tuzatib ikkinchi joyga zarar beradigan bo'lsa, bu to'g'ri natija emas. Modelimizning 7-bosqichiga ham yetib keldik. 7-bosqich bu to'siqlar. Maqsadga erishishda menda qanaqa to'siqlar bo'lishi mumkin? Misol uchun qo'rquv, ishonchsizlik, baribir bo'lmaydi degan ichki dialog yoki oldingi salbiy tajribalar. Bularning hammasi ichki to'siqlar. Tashqi to'siqlar qanaqa bo'lishi mumkin? Misol uchun maqsadga yetishda qanaqadir pul yetmasligi mumkin. Bu ham to'siqqa kiradi. Yoki atrofdagi insonlarning qo'llab-quvvatlamasligi, bu ham to'siqqa kirishi mumkin. Yoki qanaqadir texnikalarning yetishmasligi. Mana bu tashqi to'siqlarga kiradi. Biz ham hammasini tahlil qilib chiqishimiz kerak bo'ladi. Modelimizning 8-bosqichi bu resurslar. Har bir natijaga erishish uchun insonga resurs zarur. Ya'ni bizda qanaqa resurslarimiz bor? Maqsadga borish uchun bilimimiz bo'lishi mumkin, tajriba bo'lishi mumkin, o'zimizga bo'lgan ishonch bo'lishi mumkin, qanaqadir ichki kuchimiz bo'lishi mumkin. Bularning hammasi bizlarning shaxsiy resurslarimiz. Bu bosqichda biz resurslarning hammasini tahlil qilib yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Va nihoyat 9-si trigger. Yoki buni birinchi qadam deb olsak ham bo'ladi. 24 soat ichida siz qanaqa birinchi qadam tashlashingiz mumkin maqsadingiz sari. Birinchi qadamni ham biz aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Modelimiz bilan tanishib chiqdik. Agar hayotingizda nimadir o'zgarmayotgan bo'lsa, siz kuchsiz emassiz. Balki o'sha maqsad noto'g'ri shakllangan bo'lishi mumkin. Uyga vazifa bitta maqsadinglarni olasizlar va o'sha 9 ta qoida bilan maqsadni qayta yozib chiqing. Chunki NLP bu amaliyot. Agar amaliyotda biz buni o'zimiz sinab ko'radigan bo'lsak, o'sha maqsadimizda o'zgarish bo'ladi. Agar video foydali bo'lsa, like bosing, kommentda fikrlaringizni qoldiring va kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, sog' salomat bo'ling.